Assalomu alaykum, doktor Akmal qandaysan? Yaxshisanmi? Salomating yaxshimi, ukajonim? Ana shu shukr Allohga shukr. Ana og'zingda ochqu. Bu уже 1 oy bo'ldi, ya. Aya, nasib sana ukamizga 1 oy bo'ldi, xudo xolasa. Tishlar juda to'g'ri bo'pti, ha? Jo'g'ari past brekit qo'ydik, inshaalloh. 1 oy bo'ldi. Nasibsa bu tishlar juda to'g'ri bo'lib qolgan, ha? Inshaalloh xudo xolasa kelaveringizlar, o'zimizning barodarlarimiz doktor Akmal tajribali. İnşallah. Bemalol kelaveringizlar, xudo xolasa qo'ldan kelguncha ishlaringizni to'g'rilab, ichini qilib jo'natamiz. Bemalol kelaveringizlar. Telefon nomerlariga telefon qo'yib, zapis qilib, so'rab bemalol kelaveringizlar. Savol bo'lsa. Bemalol kelaveringizlar, xudo xolasa. Hala oxirida ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Doktor qanday bo'ldi? Bu 1 oy bo'ldi. Lekin juda tishlar to'g'ri bo'lib, nima qilgan? Agar o'zimizning aka-ukalar va farzandlarining tishini to'g'rilataman desa, inshaalloh doktor Akmalga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa tishlaringizni jaltillatib, juvib, va shunday qo'yib, hammasini to'g'rilab beradi inshaalloh. İnşallah. Taala. Bemalol murojaat qilaveriniz. Briket, удаление, лечение, tish qo'yish masalalari hammasi o'zimizning ukamizning qo'lidan keladi inshaalloh. Ondan tashqari ginekolog, urolog, hijama hamma sahadan bor. Taylayverasizlar, tarqatib qo'yingizlar. O'zimizning barodarimiz Alloh ishiga baraka bersin deb duo qilib qo'yingizlar. Rahmat, omon bo'lingizlar. Qalamiz. Oh.